Eringiz sizdan uzoqlashayotganligining 3 ta belgisi. Birinchisi, tungi munosabatlarning sovuqlashishi. Tungi yaqinlik har qanday g'am-g'ussani yuvib, go'zal kelajakni ko'rsatadigan eng kuchli, eng chuqur emotsional aloqa. Agar bu sohada sovuqlik paydo bo'layotgan bo'lsa, bu jiddiy signal. Ikkinchisi, o'ziga qaramay qo'yishi. Erkak ko'zi bilan sevadi deyishadi. Tashqi ko'rinish ular uchun juda ham muhim. Ko'chada ayollar chiroyli ko'rinishlari bilan erkaklarni o'ziga jalb qilishadi. Agar siz o'zingizga hamisha beparvo bo'lib qolsangiz, yoringizni ko'zi boshqalarga tushib qoladi. Uchinchisi esa tabassumning yo'qolishi. Samimiy tabassum ayolning eng katta quroli. Kulib turgan yuz, mehrli yonoq hamisha erkaklarni o'ziga rom qiladi. Tabassumsiz, quvnoq bo'lmagan ayol esa sekin-astalik bilan erini o'zidan uzoqlashtiradi. Agar bu belgilar sizga tanish bo'lsa, eringiz sizdan uzoqlashayotganligini sezayotgan bo'lsangiz, pastdagi podrobnoy tugmasini bosing.